Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Qariyalar qo'shimchasi oshgani. Avgust oyida kimlar pensiyasiga yoki ijtimoiy to'lovga qo'shimcha ravishda 5 million so'mgacha pul olishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'p hollarda odamlar o'ziga tegishli pulni bilmagani uchun vaqtida murojaat qilmaydi, hujjat topshirmaydi yoki noto'g'ri tushuncha sababli imkoniyatdan foydalanmaydi. Men bugun sizga oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Ilgari tartib qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar bemalol kutishi mumkin? Qaysi holatlarda qo'shimcha avtomatik tushadi? Qaysi holatlarda esa ariza berish kerak bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolar aynan hujjat, ro'yxat va to'lov sanasi masalasida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bunda ijtimoiy to'lovlar, pensiya, nafaqa va imtiyozlar bo'yicha oddiy odam tushunadigan tilda muntazam tushuntirish berib boraman. Avvalo asosiy savolga kelamiz. Qariyalar qo'shimchasi oshdi deganda nimani tushunish kerak? Ko'pchilik buni shunday qabul qiladi. Hamma pensionerga avgustda birdaniga yil bo'yi million so'm qo'shib berilar ekan. Men darhol aniq aytaman. Har doim ham bunday emas. Qo'shimcha to'lov degani bir nechta holatni anglatishi mumkin. Ba'zan bu pensiyaga ustama bo'ladi. Ba'zan bir martalik yordam bo'ladi. Ba'zan qarzdorlik yoki qayta hisoblash natijasida yig'ilib qolgan pul bo'ladi. Ba'zan esa ayrim toifadagi qariyalarga beriladigan maxsus ijtimoiy yordam bo'ladi. Ilgari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali mahalla, pensiya bo'limi, ijtimoiy himoya organlari yoki bank orqali alohida tekshirilardi. Odam biror imtiyozga haqli bo'lsa ham, agar hujjat tizimda ko'rilmasa yoki ariza berilmasa, to'lov kechikardi. Hozir esa ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshirilyapti. Yosh, nogironlik guruhi, yolg'iz yashash holati, daromad, pensiya turi, oilaviy ahvol, parvarishga muhtojlik, inson, ijtimoiy xizmatlar, markazidagi ro'yxat, mahalla ma'lumoti va boshqa ko'rsatkichlar o'zaro solishtiriladi. Shu sabab ayrim odamlarga qo'shimcha avtomatik belgilanadi, ayrimlardan esa aniqlashtiruvchi hujjat so'raladi. Bu yerda eng muhim narsa shuki, avgust oyida qo'shimcha pul oladiganlar odatda aniq toifaga kirgan fuqarolar bo'ladi. Masalan, yoshi katta, yolg'iz yashaydigan, o'zgalar parvarishiga muhtoj, nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lgan yoki avvalgi oylar uchun qayta hisob-kitob qilingan fuqarolar shular jumlasiga kirishi mumkin. Lekin har bir odamning holati alohida tekshiriladi. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan xulosa har doim to'g'ri bo'lmaydi. Endi kimlar avgustda 20 million so'mgacha qo'shimcha olishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Men so'mgacha degan so'zga alohida urg'u beraman. Chunki ayrimlar 300 ming so'm, ayrimlar 600 ming so'm, ayrimlar 1 million so'm, ayrimlar esa 1 million so'm atrofida olishi mumkin. Bu summa nimaga bog'liq? Birinchidan, shaxsning toifasiga. Ikkinchidan, qancha oy uchun qayta hisoblanganiga. Uchinchidan, oldingi to'lovlar to'liq berilmaganiga. To'rtinchidan, ariza yoki ma'lumot qachon tasdiqlanganiga. Birinchi toifa yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar. Masalan, 7-6 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa tumanda yoki boshqa viloyatda, amalda doimiy parvarish qiluvchi yo'q. Uning pensiyasi 900 ming so'm yoki 1 million 100 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Agar u ijtimoiy himoya tizimida yolg'iz va yordamga muhtoj deb e'tirof etilgan bo'lsa, unga qo'shimcha yordam tayinlanishi ehtimoli bor. Bu pul har oy beriladigan ustama bo'lishi ham, bir necha oy uchun yig'ilib beriladigan to'lov bo'lishi ham mumkin. Masalan, iyun va iyul oylarida hujjat kechikkan, avgustda tasdiqlangan bo'lsa, 2 yoki 3 oy uchun birdaniga pul tushishi mumkin. Ana shunda odamning kartasiga odatdagi pensiyadan tashqari kattaroq summa keladi va u avgustda menga 20 million qo'shimcha tushdi deb aytadi. Ikkinchi toifa o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan qariyalar. Bu yerda faqat yoshning o'zi yetarli emas. Masalan, taqazbin yoshi otxon yurishga qiynaladi, dorilarni vaqtida ichish kerak. Uy ro'zg'or ishlarini o'zi bajara olmaydi. Shifokor xulosasida doimiy parvarishga ehtiyoj borligi ko'rsatilgan. Bunday holatda ijtimoiy xizmat yoki parvarish bilan bog'liq qo'shimcha yordam masalasi ko'rilishi mumkin. Agar hujjatlar joyida bo'lsa, to'lov miqdori oddiy pensiyaga nisbatan alohida hisoblanadi. Lekin agar shifokor xulosasi yo'q bo'lsa, mahalla ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa yoki bazada odam farzandlari bilan
bir ro'yxatda ko'rinsa to'lov avtomatik chiqmasligi mumkin. 3-toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu juda muhim yo'nalish. Masalan, 6-8 yoshli fuqaro yoshga doir pensiya oladi. Shu bilan birga nogironlik guruhi ham bor. Uning pensiyasi, ustamasi, kompensatsiyasi va boshqa ijtimoiy to'lovlari alohida me'yorlarga ko'ra hisoblanadi. Agar nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa, lekin tizimga kech kiritilgan bo'lsa, keyingi oyda qayta hisob-kitob chiqishi mumkin. Misol uchun, iyul oyida tasdiqlangan ma'lumot avgust to'loviga qo'shib beriladi. Bu odamga oddiy oylik pensiyadan tashqari 500 ming, 800 ming yoki 1,5 million so'mgacha qo'shimcha ko'rishida tushishi mumkin. Bu hamma nogiron pensionerga bir xil miqdor beriladi degani emas, balki har birining guruhiga. Avvalgi to'lovga va qayta hisoblangan davriga bog'liq. 4-toifa minimal pensiya yoki kam miqdordagi nafaqa oluvchilar. Ba'zi qariyalar ishlagan staji kam bo'lgani uchun juda kichik pensiya oladi. Masalan, bir ayol umrining ko'p qismini uyda bolalar tarbiyasi, kasal qarindosh parvarishi bilan o'tkazgan, rasmiy ish staji yetarli emas. Natijada pensiyasi minimal darajaga yaqin. Davlat ayrim davrlarda eng kam pensiya, nafaqa va kompensatsiyalarni qayta ko'rib chiqadi. Agar miqdor oshsa, eski miqdor bilan yangi miqdor orasidagi farq to'lanadi. Ba'zida bu farq bir oy uchun kichik bo'ladi, lekin 2-3 oyga yig'ilsa sezilarli summa bo'ladi. Shuning uchun avgustda qo'shimcha pul tushdi degan holat ko'p hollarda bir martalik sovg'a emas, balki oldingi oylar uchun qayta hisoblangan farq bo'ladi. 5-toifa 100 yoshga yaqin yoki juda keksa yoshdagi fuqarolar. Ayrim hududlarda va ayrim to'lov turlarida yoshi juda katta bo'lgan fuqarolar alohida nazoratga olinadi. Masalan, 9 yoshdan oshgan, yolg'iz yoki sog'lig'i og'ir bo'lgan pensiyaga mahalla, ijtimoiy xizmat va tibbiyot xodimlari orqali yordam belgilanadi. Bunday holatda pulning manbasi pensiya ustamasi, mahalliy yordam yoki ijtimoiy himoya dasturi bo'lishi mumkin. Tomoshabinlar ko'p hollarda bularning farqini ajratmaydi. Men mutaxassis sifatida aytaman. Kartaga pul tushgani bilan uning nomi har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun SMS xabardagi izoni, bank ilovasidagi to'lov nomini yoki pensiya bo'limidagi hisob-kitob varaqasini ko'rish kerak. Keling, aniq misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 74 yoshli otaxon oyiga 1,2 million so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi, lekin avval bazada o'g'li bilan bir manzilda ko'ringan. Iyul oyida mahalla uning amalda yolg'iz yashashini tasdiqlaydi. Ijtimoiy xodim o'rganadi. Hujjat avgustda tizimga kiritiladi. Natijada avgust oyida unga odatdagi pensiyasidan tashqari 2 oy uchun qo'shimcha yordam tushishi mumkin. Agar har oy uchun 700 ming so'mdan hisoblangan bo'lsa, jami 1,4 yoki 1,5 million so'm atrofida chiqadi. Ikkinchi misol, Farg'onada yashovchi 39 yoshli ayol nogironlik guruhi bo'yicha qayta tibbiy ko'rikdan o'tgan. Tibbiy xulosa o'z vaqtida berilgan, lekin elektron bazaga kech tushgan. Pensiya to'lovi iyulda eski miqdorda kelgan. Avgustda tizim yangilangach, unga iyul uchun farq va avgust uchun yangi miqdor qo'shib to'lanadi. Natijada qo'shimcha pul ko'proq ko'rinadi. Bu yerda odam pensiyam oshdi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa bir qismi doimiy oshgan miqdor, bir qismi o'tgan oy uchun qayta hisoblangan farq bo'ladi. Uchinchi misol. Samarqandda yashovchi 87 yoshli onaxonning pensiyasi 1 million so'mga ham yetmaydi. U dori-darmon xarajatlari ko'p, o'zi mustaqil yurishga qiynaladi. Farzandlari bor, lekin biri chet elda, biri boshqa shaharda. Doimiy moddiy yordam bermaydi. Bunday holatda mahalla va ijtimoiy xizmatlar real ahvolni o'rganishi kerak. Agar u kam ta'minlangan, parvarishga muhtoj yoki yolg'iz qariya sifatida ro'yxatga olinsa, unga qo'shimcha yordam tayinlanishi mumkin. Lekin agar hujjatda farzandlari bilan birga yashaydi deb tursa, tizim bu odam yolg'iz emas deb ko'rsatishi mumkin. Ana shu tafovut ko'p odamni to'lovdan vaqtincha chetda qoldiradi. Kimlar xavotir olishi kerak? Agar siz yoki oilangizdagi qariya pensiyani odatdagidan kam olayotgan bo'lsa, oldingi oylarda to'lov kelmagan bo'lsa, nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa, yolg'iz yashash holati rasmiy tasdiqlanmagan bo'lsa yoki bank kartasiga tushgan pulning izohi tushunarsiz bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. Chunki pul tizimda hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin bank rekviziti, karta muddati, yashash manzili yoki hujjatdagi xatolik sabab ushlanib qolishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani har oy to'liq olayotgan bo'lsangiz, hech qanday yangi toifa nogironlik, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik, qayta hisoblash holati bo'lmasa,
1,5 million so'm qo'shimcha aynan sizga avtomatik tushmasligi mumkin. Bu yomon xabar emas, bu shunchaki to'lov maqsadli ekanini bildiradi. Davlat to'lovlari odatda hamma uchun bir xil tarqatilmaydi. Ular mezonlar asosida belgilanadi. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Istisnolar, xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar. Birinchi nozik jihat. Ro'yxatda turish va amalda yashash joyi mos bo'lmasligi. Masalan, qariya pasport bo'yicha farzandining uyida ro'yxatda turadi, lekin aslida boshqa uyda yolg'iz yashaydi. Elektron tizim faqat ro'yxatga qarasa, uni yolg'iz deb ko'rsatmaydi. Bunday holatda mahalla dalolatnomasi, qo'shnilar tasdig'i, ijtimoiy xodim o'rganish dalolatnomasi muhim bo'ladi. Men har doim shuni aytaman, og'zaki gap yetarli emas, holat hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, farzandlari bor degan sabab bilan hamma to'lov bekor bo'lmaydi. Ba'zi odamlar mening farzandim bor, demak menga hech narsa berilmaydi deb o'ylaydi. Bu ham to'liq to'g'ri emas. Farzand borligi albatta hisobga olinadi, lekin farzandning qayerda yashashi, real yordam berishi, qariyaning sog'lig'i, daromadi, parvarishga ehtiyoji ham ko'riladi. Masalan, farzand chet elda bo'lishi mumkin. O'zi ham kam ta'minlangan bo'lishi mumkin yoki ota-onaga doimiy qaray olmaydigan holatda bo'lishi mumkin. Shu sabab har bir vaziyatni alohida o'rganish kerak. Uchinchi nozik jihat. Bank kartasi va to'lov usuli. Qariyalarning ko'pchiligi pensiyani karta orqali oladi. Ayrimlar naqd shaklda yoki pochta orqali oladi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bankdagi ism, familiya hujjat bilan mos kelmasa, pul tushish kechikadi. Ba'zida odam menga qo'shimcha berilmadi deb o'ylaydi. Aslida pul qaytgan yoki ushlab turilgan bo'ladi. Shuning uchun bankdan hisobvaraq holatini tekshirtirish kerak. To'rtinchi nozik jihat. Bir martalik to'lov bilan doimiy ustamani adashtirmaslik. Avgustda 1 million so'm tushsa, bu har oy shuncha tushadi degani emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Masalan, 3 oy uchun 500 ming so'mdan qayta hisoblangan bo'lsa, bir marta 21 million so'm tushadi. Keyingi oy esa faqat 500 ming so'm qo'shimcha davom etishi mumkin yoki umuman davom etmasligi mumkin. Agar bu bir martalik yordam bo'lsa, shuning uchun odamlar byudjetini tuzayotganda bu pulni doimiy daromad deb hisoblab yubormasligi kerak. 5-chi nozik jihat. Pensiya oshishi bilan qo'shimcha yordam kamayishi mumkin. Bu ko'pchilikka g'alati tuyuladi, lekin ayrim ijtimoiy yordamlar ehtiyoj darajasiga qarab beriladi. Agar pensiya yoki boshqa daromad oshsa, oilaning umumiy daromadi mezondan yuqori chiqib qolishi mumkin. Masalan, qariyaning pensiyasi oshdi. Shu uyda yashovchi boshqa oila a'zosining daromadi ham ko'rindi. Natijada kam ta'minlanganlik mezoni o'zgardi. Bu holatda ayrim yordamlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun faqat bitta to'lovga emas, umumiy hisob-kitobga qarash kerak. 6-chi nozik jihat. Hujjatdagi kichik xato katta kechikishga olib keladi. Ismda bitta harf xato, tug'ilgan sana noto'g'ri, pasport seriyasi eski, JSSH raqami kiritilmagan, nogironlik muddati eskirgan, yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam oylab kutadi, keyin ma'lum bo'ladiki, muammo faqat karta rekviziti yoki eski pasport ma'lumotida bo'lgan. 7-chi nozik jihat. Hamma hududda to'lov kuni bir xil bo'lmasligi mumkin. Bir odam 5 avgustda oladi, boshqasi 12 avgustda, yana boshqasi oyning oxirida oladi. Bu bank, pochta, moliyalashtirish jadvali to'lov turi va hududga bog'liq. Shuning uchun qo'shningiz pul oldi, siz hali olmagan bo'lsangiz, darhol meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi deb vahimaga tushmang. Lekin odatdagi to'lov sanasidan sezilarli kechiksa, albatta tekshiring. 8-chi nozik jihat. Telefon orqali kelgan xabarlarga ehtiyot bo'lish. Qariyalar qo'shimchasi chiqdi. Kartangiz raqamini yuboring. Kodni ayting degan xabarlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kod, karta PIN kodi, bank ilovasi paroli, pasport rasmini begona odamga yubormang. Rasmiy to'lovlar uchun sizdan telefon orqali bank kodi so'ralmaydi. Agar kimdir shunday ma'lumot so'rasa, bu juda xavfli belgi. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, qariyaning hozirgi to'lovlarini aniqlang. Oxirgi 3 oyda qancha pensiya yoki nafaqa tushganini yozib chiqing. Bank SMS'lari, bank ilovasi, pensioner daftarchasi yoki pochta kvitansiyasiga qarang. Har oy bir xil tushganmi? Farq bormi? Avgustda alohida qo'shimcha bo'lganmi? To'lov izohida nima yozilgan? Shularni aniqlang. Raqamsiz gap bilan muammo hal bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, qariyaning toifasini aniqlang. U yoshga doir pensionermi? Nogironlik pensiyasi oladimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bormi?
ijtimoiy nafaqa oladimi, yolg'iz yashaydimi, parvarishga muhtojmi, kam ta'minlangan sifatida ro'yxatda turadimi? Bu savollarga javob bo'lmasa, qaysi qo'shimcha tegishli ekanini bilish qiyin. Men tavsiya qilaman, oddiy qog'ozga barcha ma'lumotni yozing. Tug'ilgan yili, pensiya turi, pensiya miqdori, yashash joyi, nogironlik guruhi bo'lsa muddati, farzandlari bor yo'qligi, real parvarish qiluvchi kimligi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumoti, bank karta rekviziti, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, yolg'iz yashash bo'lsa mahalla ma'lumoti, parvarishga muhtojlik bo'lsa tibbiy tashkilot xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Agar qariya o'zi bora olmasa, ishonchnoma yoki yaqin qarindosh orqali murojaat qilish tartibini aniqlang. Har bir hujjatdan nusxa olib qo'yish foydali, lekin asl hujjatlar ham yoningizda bo'lsin. 4-qadam. Mahallaga va inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Men bu yerda aniq borini aytaman. Men qariyalar uchun qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki pensiya ustamasi bo'yicha holatimni tekshirtirmoqchiman. Yolg'iz yashash. Parvarishga muhtojlik yoki kam ta'minlanganlik mezoni bo'yicha o'rganish o'tkazib berishingizni so'rayman. Murojaat og'zaki bo'yicha yozma ariza qoldiring. Arizada ism, familiya, telefon raqam, manzil, pensiya turi, muammo mazmuni va so'ralayotgan tekshiruvni yozing. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limidan qayta hisob kitobni so'rang. Agar siz avgustda menga qo'shimcha tushishi kerak edi, lekin tushmadi deb o'ylasangiz, darhol shikoyat qilishdan oldin hisob kitobni oling. Mening pensiyam yoki nafaqam bo'yicha oxirgi oylar hisob kitobini, ustama va qayta hisoblangan farqlar bor yo'qligini tushuntirib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Ba'zan javob juda oddiy bo'ladi. Hujjat hali tasdiqlanmagan, to'lov keyingi grafikda keladi yoki sizga tegishli toifa aniqlanmagan. 6-qadam, bank bilan to'lov kanalini tekshiring. Karta ishlayaptimi, muddati tugamaganmi, pul qaytmaganmi, hisob bloklanmaganmi, bank ilovasida cheklov yo'qmi, shularni aniqlang. Ayniqsa qariyaning kartasini farzandi ishlatib yurgan bo'lsa, pul tushganini o'zi bilmay qolishi ham mumkin. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak ekan. Pensionerning roziligisiz kartasidan foydalanish oilada ham muammo chiqaradi. Qonuniy jihatdan ham savol tug'diradi. 7-qadam, agar rad javobi bo'lsa, sababini yozma oling. Sizga tegishli emas degan og'zaki javob yetarli emas. Qaysi mezon bo'yicha tegishli emas? Daromad yuqorimi? Yolg'iz yashash tasdiqlanmadimi? Nogironlik muddati tugaganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Shuni bilsangiz, keyingi harakatni to'g'ri qilasiz. Agar hujjat yetishmasa, to'ldirasiz. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, tuzatasiz. Agar qaror bilan rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qilasiz. 8-qadam, murojaatlarni iz bilan qoldiring. Telefon qilib gaplashish yaxshi, lekin yozma murojaat kuchliroq. Davlat xizmatlari markazi, Maydon Ko'pgut, Uz, mahalla, pensiya jamg'armasi, inson markazi orqali murojaat qilganda ariza raqamini saqlab qo'ying. Keyin men murojaat qilgan edim deganingizda qo'lingizda aniq raqam bo'ladi. Bu jarayonni tezlashtiradi. Endi yana bir real vaziyatni ko'rib chiqamiz. Qashqadaryoda yashovchi 78 yoshli otaxonning pensiyasi 20.300.000 so'm. Avgustda qo'shnisi 21 million qo'shimcha olganini aytadi. O'g'li otasiga ham shu pul tegishli deb o'ylab bankka boradi. Bank bizga tushganini beramiz, to'lovni pensiya organi hisoblaydi deydi. Pensiya bo'limiga borishadi. U yerda otaxon yolg'iz yashovchi sifatida ro'yxatda emasligi ma'lum bo'ladi. Sababi pasport bo'yicha u o'g'li bilan bir manzilda turadi. Aslida esa boshqa uyda yashaydi. Endi nima qilish kerak? Mahalladan amalda yashash holati bo'yicha dalolatnoma, qo'shnilar tasdig'i, ijtimoiy xodim o'rganishi kerak. Shundan keyin masala qayta ko'riladi. Demak, muammo pul yo'qligida emas, maqom tasdiqlanmaganda bo'lishi mumkin. Yana bir holat. Buxoroda yashovchi 70 yoshli ayol avgustda odatdagidan 1 million so'm ko'proq pul oladi. U endi har oy shuncha oshar ekan deb qarzlarini rejalashtirib yuboradi. Keyingi oy esa faqat odatdagi pensiya va kichik ustama tushadi. Keyin tushunadiki, avgustdagi katta summa 2 oy uchun qayta hisoblangan farq bo'lgan. Shuning uchun men doim tavsiya qilaman. Qo'shimcha pul tushsa, avval uning nomini va davrini aniqlang. Bu doimiy yoki bir martalikmi? Qaysi oylar uchun? Keyingi oy qancha tushadi? Shu savollarga javob olmasdan katta moliyaviy qaror qilmang. Demak, avgust oyida 20 million so'mgacha qo'shimcha pul olishi mumkin bo'lganlar asosan ma'lum mezonlarga tushadigan qariyalar. Yolg'iz yashovchilar, parvarishga muhtojlar, nogironligi bo'lgan pensionerlar,
kam miqdorda pensiya yoki nafaqa oluvchilar qayta hisob kitob qilingan fuqarolar. Lekin bu hamma pensionerga bir xil beriladi degani emas. Pulning miqdori, to'lov vaqti va davomiyligi har bir odamning hujjati, maqomi va hisob kitobiga bog'liq. Men sizga mutaxassis sifatida eng muhim maslahatni beraman. Kutib o'tirmang, tekshirtiring. Oxirgi 3 oy to'lovini yozib chiqing. Hujjatlarni tayyorlang. Mahalla, inson markazi, pensiya jamg'armasi va bank orqali holatni aniqlang. Agar rad javobi bo'lsa, yozma sababini oling. Agar hujjatda xato bo'lsa, tuzating. Agar pul tushgan bo'lsa, uning doimiy yoki bir martalikmi ekanini aniqlang. Sizning oilangizda shunday holat bormi? Avgustda pensiyaga qo'shimcha pul tushdimi yoki aksincha kutgan pulingiz kelmadimi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki qariyalarimizga tegishli pul, imtiyoz va yordamlar haqida bilish har bir oilaga kerak.